Sentabr vaqasidan keyin dunyoda ko'plagan o'zgarishlar bo'lganidek, bu qitimliq Xitoy virusidan keyinmi dunyoda cho'ng o'zgarishlarning bo'lganligi qayd qilinyotidi, ko'zimiz ko'rinyotidi. Biz virus balasi bilan o'ylarimizga solinib o'tirayotgan bu minutlarda dunyoda cho'ng o'zgarishlar yuz beryapti. Yangi dunyo tuzilmasi qurilyapti. Dunyoning bir parchasi Uyg'urlar kompyuterning oldiramda kelayotgan bu paytda dunyo digital dunyoga, ya'ni raqamli dunyo sistemasiga ko'chish olib turmoqda. Qandaqlı bo'lsin, bilim-fanni so'yadigan, yangilikqa intiladigan bizdek bir millat dunyo iqtisodiy va siyosiy yetishilmasakmi, yangi dunyo tushunchasiga yetishishimiz intayin muhim. Davlatlar bo'lmaydigan, qog'oz pullar aylanmaydigan, har odam kichik qurilma orqali boshqariladigan, dunyoning qayerda bo'ling, markaziy kuch tarafidan kontrol ichida bo'ladigan davr boshlanish olib turmoqda. Xitoyning Wuhan shahridagi virus tadqiqot o'rniga yasab chiqilgan bu vahshiy virus butun dunyodagi insonlarni qo'rqinchga solishi bilan birga dunyo tuzilmasining o'zgarishiga yaqin berdi. Diktator Shi Jinping o'tirib qo'ygan Jungo tushini qara bosdi. Uning dunyoni iqtisodiy ishg'ol qilish uchun boshlatgan Ipak yo'li plani suvga chilashdi. Xitoyning imperator bo'lish kuchi bu virusdan keyin barbod bo'ldi. Xitoy endi dünyadaki cho'ng davlat bo'lolmaydi. Dunyodagi asosiy iqtisodni qo'lga olgan iqtisodiy kuchlar bundan 40 yil burun ishlab chiqarish va dunyo iqtisodiy yo'nalishining ochqichini Xitoyga bergan edi. Xitoy sirtdan silingan nihoyat zo'r mablag' bilan jiddiy shaklda taraqqiyotga yuzlandi va bugungi kun kelganda haddini bilmagan Shi 2030-yilgacha dunyoning birinchi iqtisodiy va harbiy kuchiga aylanish, 2050-yilga borganda dunyoning imperatoriga aylanish kuchini ko'rdi. 没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族的前进步伐。 Dal mushu vaqtda 40 yilning oldidagi dunyo iqtisodining ishlab chiqarish o'yini ochqichni berganlar to'g'ri. I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus. Xitoy bu 30 yil ichida nima ishlarni qildi? Xitoyning qarniydi qadam-qadam bu yer 1980-yillarda Xitoyning Shanxi o'lkasining kichik bir baliqchilik kenti edi. Faqat 30 yil ichida nüfusi 10 millionlik bir markaziy shaharga aylandi. Bu vaqt ichida Xitoydagi namratlik nisbati %88 dan %4% tushgan. Bu tanlovga asoslangan vaqtda Xitoyning iqtisodiy ish sur'ati %6-8% yetgan. Agar iqtisoddagi 70 qoidani o'ylashga vaqtida buningdan Xitoy iqtisodining 10 yilda bir qatlanganligini faraz qilgan bo'ladi. Bundaqcha aytganda, Amerika iqtisodiga qaraganda Xitoy iqtisodi 3 hissalik surat bilan ishlayotganligini. Bundan boshqa Xitoy trillion dollarlik alohida planni yo'l qo'ygan bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridagi savdo qiymini kontrol qilish uchun jiddiy harakat qilgan. Mana bu Xitoyning plani. Yaqinda Xitoyning ichki o'lkalardan boshlanib, vatanimiz Sharq Turkistonni besib o'tib, Pokistonga ochilgan yangi tosh yo'l. Qozog'istonga yangi vokzal silindi va Sri Lankada yangi dengiz porti ochildi. Bu 3 qit'ani qoplagan va dunyo nufusining 60% dan ko'pragini o'z ichiga olgan turning bir qismi bo'lib, bu Xitoyning yer shari savdosini kontrol qilish orqali dunyoning darajadan tashqari cho'ng davlat bo'lishga boshlagan dastlabki qadam edi. Xitoyning trillion dollarlik Ipak yo'li va iqtisodiy rayon turi boshlangan bo'lib, bu 2013-yili Shi Jallab Qozog'iston hukumati bilan qadimgi Ipak yo'li haqida paranglashdi.
Bir aydan keyin Indoneziyada shunga o'xshash nutq so'zladi. Bu ikki nutq kishining Xitoyga varislik qilgan trillion dollarlik gigant qurilish to'g'risidagi tunji so'zi edi. Bundan boshqa Xitoyning cho'ng planining ikki tarkibiy qismi bo'lib, Xitoydan 6 iqtisodiy belbog' rayonni ichish va Xitoyga import eksport qilish uchun yangi yo'l bilan ta'minlaydigan Qozog'iston va Rossiyaga o'tish. Bu koridorlar Xitoyga import eksport qilish uchun yangi yo'l bilan ta'minlaydi. Qozog'iston va Rossiyaga o'xshash Xitoyni Londonga tutashtirdi. Masalan, Kaspiy dengizidan Xitoyga so'zilgan tabiiy gaz turbininiyasi va yuqori sur'atli poyezd liniyasi qatorliqlarning hammasi Xitoy boshchiligidagi tashabbuslar. Ondan boshqa bu yerda dengiz ipak yo'li bo'lib, dengiz ipak yo'li Janubiy dengizdan Afrikaga tutishadigan va Xitoyga savdo qiladigan dengiz zanjiri. Xitoyning yangi planlaridan birisi ipak yo'li neft ayirish zavodi, sanoat markazi va optik talab turini o'z ichiga oladi. Bularning hammasi Xitoyning dunyo bilan bo'lgan savdosini qolaylashtirish uchun tayyorlangan. Hozirga qadar 60 necha davlat bu turlar uchun kelishim imzoladi. Tizimlik kun sari ishlayotgan edi. Chunki buni Xitoy ko'pchilik davlatlarning teng foydalanadiganligini qattiq tashkil qildi. Masalan, Pokistonni misol oladigan bo'lsak, O'rta Osiyodagi nurg'un davlatlarga o'xshash chegirlik masalasi avj olgan bo'lib, Pokistonning iqtisodiy to'xtab qolgan edi. Pokiston Xitoy kelganga qadar chet el mablag'ining avj joyi emas edi. 2001-yili Xitoy o'z yangiqini pul chiqarish bilan Pokiston Gvadirdagi bir kichik baliqchilik bozori, ya'ni 2018-yilgacha tamomlangan yangi tosh yo'l va temir yo'li bilan 62 milliard dollarlik koridorga aylangan Gvadir porti iqtisodiy belbog' bilan Xitoyning dengiz ipak yo'li uchrashgan joyiga aylandi. Hamda bu har ikki davlatga boylik deb qaralib, Pokiston 8 yildan buyongi eng yuqori GNP'sini, ya'ni ichki ishlab chiqarish umumiy qiymatini yuqori sonliq ma'lumotga yetkazdi. Hamda dunyodagi gigant aksi bo'lgan Xitoy hukumati bilan quyuq munosabatlar. Shuning bilan birga Xitoy O'rta Sharqda Xitoy neft va tabiiy gaz boyligi uchun yangi tanlash yo'liga erishdi. Dunyodagi eng chong yangi savdo to'ri 68 davlat tutishib va 4 milliard 400 million odamni o'z ichiga oldi. Bu savdoda Xitoy erishgan ikkinchi nuqta bugungi kunda 10 chong qurilish shirkati bo'lib, 7si Xitoy qurilish shirkati hisoblanadi. Chunki ular har yerda qo'llashga erishdi. Xitoy yana ularga milliard dollarlik qarzlar bilan ta'minlash orqali G'arb dunyosining mablag' silishining o'rniga Xitoyning mablag'ini setish taklif etiladi. G'arb dunyosi bo'lsa, bu iqtisodiy kengayishlikka qarab turishdan boshqa hech yer yo'q. Bu davlatlarning ko'pinchisi Xitoy qarzni qaytara olmaydi. Bundaqda Xitoy nima uchun ularga davomli qarz beradi? Javobi nihoyat oddiy. Xitoy o'tgan bir yilda yangi port qurish uchun Sri Lankaga 1,5 milliard dollar qarz berdi. Sri Lanka dengiz ipak yo'lidagi muhim ochqichlik bekat edi. Ammo 2017-yilda kirganda Sri Lanka qarzini to'layolmadi. Eksportchi ular 99 yillik ijara bilan portning kontrolligini Xitoyga o'tkazib berdi. Shundaqla Pokistondami 40 yillik port ijaraga olingan edi. Va bundan boshqa Xitoy Arakandami o'xshash bir ishni qilishni planlagan. Hatto Djiboutida bir dengiz usti bazasi ochilgan. Gerçi Xitoy qarz olgan pulni qaytarib ololmasa-mu, ammo Osiyo, Afrika, Yevropadagi savdo yo'llariga hukmronlik qilish qatorliq bir qism intayin muhim strategik nishonlarni amalga oshirdi. Xitoyning kun sari kuchayotgan ta'siri dunyodagi birdan-bir darajadan tashqari cho'ng davlat Amerikaga qirsat keldi. Biz Xitoyning harbiy bazalarining biri bo'lgan bu orol haqida paramlashamiz. Boshqa sun'iy orollarga o'xshash 3 yil ilgari bunday orol yo'q edi. U Janubiy dengizdan keyin 2014-yili sun'iy amro suratiga qaraydigan bo'lsak, Xitoy paraxodlarining bu orollarning o'rniga bir narsa qo'yganligini ko'ramiz. Paraxodlar sun'iy orol qurdi. Ular tosh va qumni dengizning o'rtasidan chiqarib, orolda harbiy havo armiya bazasi va binolarni soldi. Janubiy Xitoy dengizi tabiiy boyliqlarga boy bo'lib, bu yerda 11 milliard ton neft, 100 trillion kub metr tabiiy gaz, bundan boshqa 10% baliqchilik kasbi bor.
Ama texmi muhimi dünyadaki barlıq soğudu toşu faaliyetlerinin 30%'i bu rayon ve Şərq Cənub devletleri. Bu Asiyadaki 20 milyar ahalının merkezi ve iqtisat bazarına taqıtlan. Xitay 15. əsrdəki bayqaşlara asasen Xitay denizinin 90%'ni özüge təvə eşkenligini rəqsanır. Ular qurğan sünni arallar hərbi bazı bilen güç göstərib Amerikani öz içine alan barlıq dövlətlərini cimikdir. Ağansır köp arallar öz qurğan rayonunu coğrafiyilik siyasi təsəvvürü bilen heç qandaq avaz çıxarmasını boysundurmaqdır. Bu ahvalni hamma dövlətlər bilir. Ama bunu toxtutish ko'rinmaydi. Xitoy qurgan sun'iy orollarning biri. Agar biror davlat Xitoy hujum qilmoqchi bo'lsa, ya'ni Amerika, Xitoy o'z fuqarolaridan yiroq rayonlarda baza quradi. Bunda bo'lganda bu urush uning zaminini kengaymaydi va zaminidan texnik yiroqlashadi. Xitoy yana angliq holda Chavshanni qo'llaydi va yordam beradi va uning hayot qilishini. Chunki bu Amerikaga bir qo'l uzatganlik bo'ladi. Amerika Xitoy aslida yolg'iz qilishi, ya'ni savdo to'ri bilan 124 davlat ishini qilishi uning dunyoga oz mablag' solganligini bildiradi. Shunga Amerika dunyoning har qaysi joyidagi ta'sirini asta-asta yo'qotmoqda. Kesel ko'rgisi bo'lgan bir davlatning 30 yil ichida birdilla qadimki davrdan atom davriga otlanishi va kelgusi 10 yilda dunyoning darajadan tashqari cho'ng davlatga aylanish kuchini ko'rishi hamda diktatorlik yo'li bilan yer shariga tahdid edib kelishiga albatta dunyo qarab turmaydi. Hamda xalqaro jamiyatning sohibi bo'lgan iqtisodiy kuchlar Xitoyning o'zini tishlanishiga yo'l qo'yolmaydi. Bu virus nurg'un ishlarning o'zgarishiga yo'l ochadi. Eng muhimi Xitoy iqtisodiy cho'kishga boshlaydi. Xitoyning imperator bo'lish ishi barbod bo'ladi. Sharq Turkiston mustaqilligi yaqinlashadi. Dünyadaki üstün aql deb atalganlarning bizga ehtiyoji tushadi. Yani ular vatanimizdagi g'oyat zo'r iqtisodiy manbaga ega bo'lish uchun biz bilan texnik ittifoqlashadi. Dunyo o'zgaryapti. İnsanlık o'zgaryapti. Tushuncha o'zgaryapti. Hayot shakli o'zgaryapti. Yangi dunyo tuzilmasini belgilovchilar Sharq Turkistonliklarning kimligini saqlab qolish uchun Uyg'urligini ve dinini saqlab qolish uchun qanchalik tayyorlik qilayotganligini qarayotdi ve mustaqillik uchun otadigan qadamini kuzatadi. Xitoy yolg'on so'zlamoqda. Yillardan beri Xitoyning yolg'onchilikqa ishonish bo'lmagan dunyo xalqi endilikda ko'zni ochishga boshladi. Xitoy virusi haqiqatan kavga kelishga boshladi. Bu kasal bilan yuqumlanganlarning soni millionga yetdi. Butun dunyo vahim ichida qoldi. Büyük güçler içinde bazı izlerlerimi yüz verişe başladı. Xitoyni tizginlash, xalqaro sirtdan qoldirish uchun harakat boshlandi. Xitoy davlati bu virusni tarqatib, rekla xato qilgan edi. Yaqinda butun dunyo Xitoyga da'vo ochdi. Xitoy sudlanadi, millionlarcha to'lam to'lanishga buyurdi. Albatta Xitoy jinoyatni aqlash uchun chirpindi va Xitoyning ozg'ini pulga aldanib Kompartiyaga yalaqchilik qilgan kambag'al davlatlarmi asta-asta Xitoyni setib, buyuk kuchlarning orqasiga o'tishga boshlaydi. Albatta, Sharq Turkistonliklarning maydonimi Xitoy zulmiga qarshi Uyg'urlarni qo'llagan davlatlarning